Assalomu alaykum hammaga. Bugun kir mashinamiz Samsung Ekobalo 6 kilolik. Mijozlar aytishi bo'yicha bu kir mashinani ichidan o'xshib chiqayotgan ekan. Bizni chaqirishdi. Borib kir mashinani servisimizga olib keldik. Endi bu kir mashinamizni chiqib qilishdan oldin bir qator test rejimga qo'yib, hamma funksiyasi ishlayaptimi yo'qligini tekshirib chiqamiz va kir mashinani ochishni boshlaymiz. Bu chizga qilinmagan holati ko'rishingiz mumkin. Ichi balcha bo'lib yotibdi. Ko'rasizmi? O'sha bu kristalni yeyilib yutib qolgan. Endi bu holatda yangisini qo'ysa qancha muddatga boradi, hech kim bilmaydi. Iloji boricha bu kristalni alishtirib tashlagan yaxshi mijoz bilan gaplashib. Chunki bu holatda ko'pga bormaydi. Bu yoni. Xudo xolasa bu baksini joyli qilib chizga qilamiz. Mana kir mashinamizni baksini polni chizga qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu esa barabarning oldi qismi. Mana kir mashinamizni zavod qilib yig'ib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'q idealniy bo'ldi, top-toza. Hop, bu usti tomoni. Bitta joyda ham kir yo'q. Hop, orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Hop. Bu esa orqa tomoni. Hamma simlari akkuratni порядке bo'lgan. Xudo xolasa buni ustini yopib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana kir mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bu kir mashinamizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Test rejimda.